Neçəsindən baxan ki? 2,5'dan baxan ki. 2,5 ming so'mdan. Ha maşın. Arzonlapmi bu? 1-2 tarlı bo'ladi, 2 chiqadi? 2. 3 chiqadi. Endi 2,5 ga tushdi. Un qimmatlar deyapsiz shu vaqtda. Gaz. Ha, gaz qimmatlar deyapsiz. Endi nang? Çok beradi ekan hisoblab berdi. Ha, chot beradi ekan, arzon qo'yaylik deb arzonlashtirdingiz. Masalı. Xudo xolasa yurtdoshlar, bugun Qudrat ham o'zidan sirib beraman deb turibdi. Farmanglar, assalomu alaykum. Xo'p, eriklar yana. Nuqli eriklar. Necha so'mdan? 5000 so'm. 5000 so'mdan ekan yana. Optum baqa. Optum sotgani shu baho bo'ldimi? 5000 so'mdan ekan. Yana. Chiyalar. 7000 so'm. Chiya qachon keldi o'zi? Chiya bugun chiqdi chiya. Bugun chiqdi. Signalning gilos kelib turadi. Yana chiyam keldi, xudo xolasa. Yo'qda bir va'dalar chiya keldi, xudo xolasa. Necha so'mdan? 7000 so'm. 7000 so'mdan. Kartoshka nang? Kartoshka 3000 lira. 3000 so'mdan mayli kartoshka. Yurtdoshlar, xudo xolasa bugun 28-may so'yiladigan mol. Xudo xolasa ko'rib turibsizlar, buni kattaligini qarang. Gigant bu, gigant. Bo'yina qaranglar buni. Gigant. Yarmarkamizda 4 kunimizda katta yangilik bo'ladi bu xudo xolasa. Ine. Xudo xolasa yurtdoshlar so'yiladi 1 tonna 100 chiqib turibdi. 1 tonna 100 kilo jivoyvesi. Ine. Necha kilo go'sht beradi ekan? Kommentariy yozib qo'yinglar, gap yo'qlaydi. Tavakkal xudo xolasa. Bakkan egasini alohida rahmat buni. Limuzin paroda, limuzin paroda shu darajaga bo'lincha o'zi ozmizlik ko'zga yetmaydi. Nechadangiz 3,5 tonna kunjara yegan. 3,5 tonna kunjarani bir o'zi yegan. 1 yil davomida. Farruxbek, men sen izlab keldim desanglar, shu va'da etilgan, xudo xolasa 1 tonna 100 kilo yegan, o'kiz go'shtidan 95 ta o'lchab turibdilar-ku. Buni 80 ming so'mdan o'lchab beradilar. Falondan beraman dedi, suvatda. Qani, ina 80 ming so'mdan o'lchab turibdi yenga. Go'shingizni yaxshi atib berdimi? Ha, oydi yaxshi. Yaxshi ina, qarang, salangan suyakni ko'rsang, bo'g'ani suyak solindi. Ina. Niyatda o'zim birinchi bo'lib olaman deb niyat etdim axir. Ina. Niyatingiz xolis ekan lekin. Yaxshi atib berib turibdi. Bo'g'ani ishindikgina suyak solinib turibdi ina. Go'shingiz, 1 kilo go'shingiz ina 110 ming so'mlik bo'lib turibdi, 80 ming so'mdan o'lchab turibdi. Oqshom videoni ko'rdingiz yenga? 80 dan. Birinchi kelgan odamlar 80 ming so'mdan beraman dedi. Ina. Bering. 10 ming so'm, bular 30 ming so'm. Bular 30 ming so'mdan yana. Shalt. Buni yesang nog'a paydo bo'ladi, qon ko'payadi. Qon ko'payadi. Budim foydali. Evvel bo'lganmi 1 tonna 100 so'g'an kassoblar, bo'lganmi? Bilinmanda lekin meni molim lekin dafada xudo bu og'ir keldi lekin. Bu so'radi, mana qacharadi. Qacharadi. Yo'q, hang bo'lmagan yarmarkada. Bo'lganmi 1 tonna 100? Surga. Bormi? Bugun yo'qmas. Bo'lganmi, evvel bo'lganmi? Bo'lmagan. 1 tonnaga yoki so'yilmagan yurtdoshlar, xudo xolasa birinchilardan bo'lib Farruxbek akamiz boshlab berdi. Izi davomiy bo'lsin deymiz Farruxa. Chiyalar keldi bugun. Ummat chiya yo'q edi bozorda. Detallar kelibdi, xudo xolasa barakasini bersin. Gap yo'q. Berlat chekidanmi? Chekida bo'lgan. Necha so'mdan? 10 ming so'mdan chekida. 10 ming so'mdan yana. Chekidalar. Ekandan 10 ming so'mdan chekida. Xudo xolasa, endi sho'dan kelib xalqimiz olsa arzonroq qoladi. Men o'zim o'tiraman sho'da, xudo xolasa kunda aytilgan gap, xudo. Ba'nina Qudrat amimiz yurtdoshlar, sho'ra kelsanglar bir dekan xatar, azon bilan dekanlar sho'da bo'ladi. Hammasi sho'ra keladi, dekanlarni xudo xolasa olaverasizlar arzon. Agar dimon savdolashsa chekilsanglar, ina Qudrat am yoniga kelasizlar, o'zi zarab beradi azon. Zarab beraman azon, xudo xolasa. Gap yo'q. Chay miyog'i, sariyog'lar o'ynang, qarang. Yurtdoshlarning birinchi chiqar. Shepokag'am xudo xolasa dekanmi? Yarmarkadan o'zi chiyalari bugun keldi, xudo xolasa. Saribidan. Ina chiyasi keldi, arzon chiyasi. Xolasangiz borib terasi bilan terib olasiz. Gap yo'q lekin. Chotga ekan lekin. 5000 so'mdan kilosi. Agar uyga borib terib oladigan bo'lsangiz 3000 so'mdan olasiz. Mana shepokam. 3000 so'mdan berasiz. 3000 so'mdan terib oling. Adres shunda Saribida. Saribida. Agar tolmasalar, u ham yana kelsinlar. Terib olsinlar borib. Ina. Nomerlarni olik biratni. Nomeri bor. Aytasizmi? 93dan 842 82 72 82 72 balona verasizlar. 3000 so'mni o'zlaringiz terib olsanlar bo'ladi. Gap yo'q. Shaqalari katta ustidan chiqish kerak-da. Ina. Chiqarmaydi ustidan. Ha. Terimchi yo'q, terimchi odamlar yo'q. Hamma o'taga chiqib ketdi. Birov sholiga chiqib ketdi, birov paxta o'ta chiqib odam yo'q bo'lgandan keyin shunday majbur terdiradi odamlar. Ina, bemalol kelaverasizlar. Qani chiyani rangini qarang, svetini. Ko'rdingizmi? Muronda qonundiy. Gap yo'q lekin. Birin kanasam ta shunday rangda qanida. Svetda, muronda qonundiy. O'xshatsa gap yo'q lekin. Ina yurtdoshlar, ben chiya sezon keldi, hamma chiya bosadi endi. To'g'rimi? Sal arzonlasa. Xalqimizni ta'minlab beradigan og'am ishi shu. Dekan. Gap yo'q. Chiyasi normal.
Dekanlarımıza güç kuvvet Xudo xolasa, bereketini bersin. Maşallah uşağım çiğ veradi. Gap yo'q. Çiğ bilan ta'minlaydi. Ta'minlaydi Xudo xolasa. Gap yo'q. Sarı bichilar bo'lsa, like-larni bosib qo'yinglar. Hammaga omad kelaringlar. Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar. Sog'mi, salomatmisizlar? Xudo xolasa bugun 2025-yil 29-may haftaning payshanba kuni Qoraqalpog'iston Respublikasi 4 tumani dehqon bozoridan yetib keldik. Xudo xolasa yurtdoshlar dehqonlarimiz ekkan mahsulotlarini narx-navolarni qo'ldangancha bilib beramiz, ko'rib kuzatib boraverasizlar. Valyuta kurslarini aytib o'tamiz. Yuzak sho'larimiz yurtdoshlar bugun 1.290 ming so'm bo'lib turibdi. Rossiya rublimiz 159 ming so'm, Qozog'iston tengamiz 24,5 ming so'm bo'lib turibdi. Xudo xolasa yurtdoshlar bugun yangiliklarni e'tiborlaringizni xola qilamiz. Bizlar bilan zerikmisizlar, videomizni oxirigacha ko'rishlaringizni tavsiya beramiz. Oxirigacha ko'rsanglar ketkazgan vaqtlaringizda Xudo xolasa ochilmaysizlar. Sog' bo'linglar yurtdoshlar, Xudo xolasa yangiliklarni yetkazib boshqa davom etamiz. Like-larni ayamanglar, sizlar xizmatlaringizni izlaymiz. Nakasatlar Xudo xolasa trendda yana. Like. Xo'p yurtdoshlar, Xudo xolasa so'ngchilarimizni boshladik. Ko'rib kuzatib boraverasizlar. Shu yerda yana olmalar bor ekan. Assalomu alaykum. Harman, chaqqanmisiz, salomatmisiz? Yaxshi yurtmisiz? Necha so'mlarsiz? Sog'dik, Xudo xolasa. Bora olmadım, mazam kaçıp kesel oldum şu günü. Yine. Yaxshilasizmi hozir? Şükür yaxşıman. Almalı 10 ming so'mlar ekan, erkak necha so'mlar? Erikler bular 5 ming so'm. 5 ming so'mliklari. Ben neyle? Bular 8 ming so'm. 8 ming so'mlar. Tutla gapdi-ku. Ava şaltut. Adashmasam bu şaltut. Ava Bu qora 30 tut. ming so'm. Ava bular 10 ming so'm, bular 30 ming so'm. Bular 30 ming so'mlar yani. Şaltut. Buni yesang nog'a paydo bo'ladi, qonun ko'payadi. Qon ko'payadi. Budim foydali. Yine. 30 ming so'mlar. Gilas? Gilası 30 ming so'm. 30 ming so'mdan ekan gilaslar yana. Bu eriklar necha so'mlar? Bu erikler 7 ming so'm. 7 ming so'mdan. Ben ne? 8 ming so'm. 8 ming so'mdan. Savdangiz bersin. Charchaman. Xo'p, yurtdoshlar davom etamiz. Shu yerda mendan mevalar. Singillar, harmanglar, salomatmisizlar? Chaqqanmisizlar? Eriklar necha so'mlar? Erikler 10 ming so'm 8'den beremiz. 10 ming aytib 8 dan berasiz. 1 kilo olsam 8 dan berasizmi? Yarım kilosun. Yine. Almalar. Almalar 8 ming so'm. Almalar ham 15'den beremiz. 8 ming so'm 2 kilo 15 dan berasang 7,5 dan bo'ladi. Shunda bemalol qaytarib so'rayversing. Qaytar. Yine gilas Tutları mezraytları. Gilas 30 ming so'mdan. 28. Yine. Tutlancha so'mlaringiz? 10 ming so'm. 10 ming so'mdan tutlar yine. Qara tutlar. 30 ming so'm şaltut. Şaltut 30 ming so'm yine. Şaltut ham keldi, xudo xolasa yine. Bemalol kelaverasizlar. Savdolarimiz bersin, charchamanlar. Shuda yurtdoshlar, nollarning bahosini bilib beramiz. Xo'p, yenge harma, assalomu alaykum. Chaqqanmiz, salomatmisiz? Ularning necha so'mmi? 5 ming, 3 ming. Boshqa 5 ming ekan ko'rsang. Shular 5 ming so'mdan, ha? Bular ham 5 ta. Ya bular 3 ta. Shular 3 ta, ha? Bular 7 ta. Urganchlar. Urganchlarning 7 ming so'mdan. Bular 4 ta. Ya, 4 ming so'mlik. Bular ham 5 ming so'm, ha? Qizilnonlar? Qizillar 8 ming so'm. Patir? Patirlar 8. Go'sht patirlar ham 8 ming so'mdan ekan. Ko'proq olsam necha so'mdan aytib berasiz? Nechadan olsa ko'proq anaga 10 cho'rak olsam? Tubinda 5 dan o'tdi, optimdan kiradi ekan, ha? Savdangiz bersin. Bu yoqda yana buxankam bor. Yanga xonam, salomatmisiz, chaqqanmiz? Necha so'mdan buxanka? 2,5 ming so'mdan. Arzonlabmi bu? 1-2 tarli bo'ladi, necha chiqadi? 3 chiqadi. Endi 2,5 ma tushdi. Un qimmatladi dedingiz shu vaqtda. Gaz. Ha, gaz qimmatladi dedingiz. Endi nang? Çok beradi ekan hisoblab berdi. Ha, chot beradi ekan, arzon qo'yaylik deb arzonlashtirdingiz. Gap yo'q yana. Uyda axir apparat bor, apparatda tayyor bo'ladi, domashniy bo'ladi, kunda sveji ekkalasiz. 2,5 ming so'mdan. Bananlarimiz 5 ming so'mdan. Bular ham 5 ming so'mdan. Qizillar 8 ming. 8 ming so'mdan. Bular ham 5 dan. 5 dan 4 ming. 4 ming so'mdan. Qanday elan? 5 ming ular, 4,5 beriladi. 4,5 beriladi. Necha so'mdan olsa 4,5 beriladi? Nechadan olsa 4,5 dan beriladi? Beriladi 2 nasan, 10 nasan. Tubinda qaytib kelishib berasiz. Qaytib beramiz. To'chlarga qaysini tavsiya etasiz? Üçlükni alaba 2,5 dan beramiz. 2,5 ming so'mdan, ha? Endi keladi. Yana, to'chlar bo'lsa, nomerlarni qoldiring. 93 845 08 28. 0828 bog'lanaverasizlar, bemalol savdangizni bersin. Xo'p, davom etamiz. Bu yerda men nollar necha so'm ekanga? Assalomu alaykum. 5 ming so'm ekan shu nollar yana. Bu yerdagilar ham 5 ming so'mdan, ha? Bular? Qizillar ham 8 ming. Qizillar ham 8 ming so'mdan ekan. Bu yerda mena 5 ming so'mlik nollar. Patirlar 8 ming? 10 ming. Ha, 10 minglik ekan bu.
Katta bo'lanmi? Bu 10 ming so'mdan ekan. Bir yaşdan 5 ming. 5 ming so'mdan. Bular? 5 ming. Bular ham 5 ming so'mdan ekan yana. Gap yo'q. Bu yoqda mena 5 ming so'mlik tanlasiz. Assalomu alaykum. Narxlama shunday ekan, bular ham 8 ming so'm. Bular 3 ming so'mdan. Ko'proqqa qancha so'm aytib berasiz? 2800. Nechadan olsa ko'proqqa kiradi? 15-20 dan ko'proq olsalar 2800 dan bo'ladi ekan. Savdongiz bersin. Xo'p, davom etamiz yurtdoshlar biza. Xudo xolasa yurtdoshlar, bugun Qudrat ham o'zidan sirib beraman deb turibdi. Farmanglar, assalomu alaykum. Xo'p, eriklar yana. Nukli eriklar. Necha so'mdan? 5 ming so'm. 5 ming so'mdan ekan yana. Optim baho. Optim sotgani shu baho bo'ldimi? 5 ming so'mdan ekan. Mana. Chiyalar. 7 ming so'm. Chiya qachon keldi o'zi? Chiya bugun chiqdi chiya. Bugun chiqqan kichkinaning gilos kelib turadi. Yana chiyam keldi, xudo xolasa. Yo'qda bir vadalar chiya keldi, yana xudo xolasa. Necha so'mdan? 7 ming so'm. 7 ming so'mdan. Kartoshka nang? Kartoshka 3 ming. 3 ming so'mdan. Mayli kartoshka. Mana eriklar. Qo'narik. 5 ming. 5 ming so'mdan ekan. Birdan oldi. Tomatmi? Tomat. Damashli tomatang? Oldi. Mana. Necha so'mdan? 12 ming so'mdan, lekin qatib beraskan. Qaytib beradi. Mana. Tut bor ekan yana bu yerda. Tut. 10 ming so'mdan ekan. Bu yerda bular Messi yenganga. Sarimog'izga tishga. Sarimog'iz Messi katishga yana. Kirib ham ko'rik shuni yana. 7 ming. Sari ekan yana, ikki sari. Gapi. Sizlarning necha so'mdan? Litri 5 ming so'm. 5 ming so'mdan bu dangi sog'ilganing. Azangisi. Dangi azangi sog'gan beri yana qaralla gap boshlabdi. Qaralla necha so'mdan? 5 dan. 5 ming so'mdan ekan. Jidaning? Jida 15 ming so'mdan. Yana bu yoqda oq tutam bor ekan. Oq tut bor, anamning tuti bu. Anam kunda keladi. Mana oq tut Ana bor. tutni ayting. Yaxshi. Tutni arzon, oq tut. Oq tut 10 ming so'mdan kilosi. Sen bahası. 15? Hammasini olsa 10 dan beradi. Optim. 10 ming so'mdan qaytib beriladi yana. Bu yoqdan ko'paygan yurtdoshlar chencha so'm. 10 ming, rujala 5 ming. 5 ming so'mdan ekan yana. Messi tuxum bor ekan bu necha so'mdan? 2 ming. 2 ming so'mdan ekan. Mana. Xudo xolasa siz ham danishtiring axir. Shaltut keldi, shaltut. Shaltut novga paydo bo'ladi. Shaltut bu qonni ko'paytiradi. Aha. Immunitetni ham ko'paytiradi. Immunitetni kuchaytiradi. Aha. Jonlantiradi. Buni yeyish kerak. Bu glyukoza bu. Mana. Buni yeb ko'rsataysizmi? Shaltutdan bor, siyarang tutam bor hamda. Qarang. Siyarangi. Siyarang tutam bor, ajoyib. Necha so'm deysiz? Bumi 10 ming so'm. 10 ming so'm. Siyarang tut 10 dan, shaltutimiz 40 ming so'mdan qaytib beriladi. 40 ming so'mdan? Qaytib beriladi. 40 ming so'mdan yana qaytib o'taman, dekan xatar ber. 40 ming so'm qaytib beriladi. Sal qimmatroq emasmi axir? Tushib beriladi. Baho aytilaveradi, tushib beriladi. Aytilaveradi. Mana. 30 desam kelaverasizmi, xudo xolasa. 30 beriladi. Mana, endi kelsak bo'lar. Chiyalar keldi bugun. Umuman chiya yo'q edi bozorda. Dekanlar kelibdi, xudo xolasa barakasini bersin. Gap yo'q. Beriladi chekidanmi? Chekida bor. Necha so'mdan? 10 ming so'mdan chekida. 10 ming so'mdan yana. Chekidalar. Dekandagina 10 ming so'mdan chekida. Xudo xolasa, endi sho'dan kelib xalqimiz olsa arzonroq qoladi. Men o'zim o'tiraman sho'da, xudo xolasa kunda aytilgan gap, xudo. Ba'nina Qudrat ammi Messi yurtdoshlar, sho'ra kelsanglar bir dekan xatar, azon bilan dekanlar sho'da bo'ladi. Hammasi sho'ra keladi, dekanlarni xudo xolasa olaverasizlar arzon. Agar dimon savdolashsa chekilsanglar, ina Qudrat ammi yoniga kelasizlar, o'zi zarab beradi azon. Zarab beraman arzon, xudo xolasa. Gap yo'q. Choy miyog'i, sariyog'lar o'ynang, qarang. Ina. Choy miyog'i, mollar xudo xolasa go'kayildi endi. Go'kayilsa sari bo'ladi rangi. Sari. Necha so'mdaningiz? 65 chaymi. 65 ming so'mdan ekan. Qaytib beriladi. Qaytib kelishib beriladi. Bidan o'dibdi? Bir de go'ja bor, go'ja. Ha, chilola go'jangmi? Chilola go'ja bor, aynan qarang, ajoyib go'ja lekin bu, ana. Go'jaga qarang. Endi Necha so'mdan kilosi? kilosi 10 qaytib beriladi. 10 ming so'm qaytib beriladi. Ko'proq asamlarni yurtdoshlar, xudo xolasa kelaverasalar, berina dekan xatar odamni ko'pligini yurtib turibsizlar. Gap yo'q. Avan YouTube'a qo'yamiz. Eriklarni noshtirasizmi? Xalqimiz kelib shu ko'rib arzon ovoz sifatli vajida olaversin. Eriklarimiz yana qoqariklar 5 ming so'mdan kilosi. Kilosi 5 ming so'mmi? 5 ming so'mdan ovoz. Shu dekanlarning eriklari shular hammasi. Hammasi 5, 10, 15, 20 dan erik yo'q. 15 ming so'm qant eriklaydi. Banda chisti balla. Chisti bal. Ini. Yine ko'p odamlar o'ylaydigan savolni sizga beraman, buni o'shan. Ushadim. Endi buni o'shamiz. Ushadim.
Yine bu yarımı kıyılıp yarımı sıyılıp tuttu. Buna hemen kıyılıp tuttu. Ne için bu tuttu? Bu 2 yıllık bu. Bu 2 yıllık. Yine bu 1 yıllık. Bu 1 yıllık. Alın şimdi Mayıs'ını göstermem. Mayıs'ını göstermem inen. Mayıs'ı çökmeydi. Yine. İnen Mayıs'ı. Çökmeydi bu. Şöyle pazara gelip balçı, baktiyar balçı dersen hemen anlayıp içerine ateş oturardı. Baktiyar balçı diye. Aha. Şöyle gelseler hemen sen düşündürerler. Baktiyar balçını bağla bu. Köpçelik yurttaşlarımız biladi, köpçelik bilmeydi. Karang. Kudret ağa. Hiç kaçan suroku ötmeydi on nerse dünyada ne o? Bal. Bal, esel. Esel. Mı 10 yıldır mı, 100 yıldır mı? Küçeye veredi yıl neyse. İçeri yıl hasta küçeyip para verdi şiresi. Yine. İçeri durgan sana Hiç kaçan suroku yok almayın. Bana halan haladan ilk de koyun. Halan kuyasa çıkarıp koyun. Halan padoladı kıtaşan. Farkı yok. Farkı yok. Dura veredi durgan sayı yıl açıp küçeyedi. Yine gap yok lekin. Azanda bir kaşık yiysiz yeşinize gerekmiydi Xudo kalasa. Güç kuvvet boladı yani şunu Yine. yeseniz. Tunim ben yedim lekin. Gap yok lekin. Şire köp yemeslik gerek. Azan bir kaşık. Duruş 20 bin son mu bunu? 20 bin son kaçıp veriledi. Lekin katip berez. Havan. Neçe som etip berez şunu? Şunu 15 atıp veremem. Ha, yine. Yine az dikkat et durun. Mesela enerjiyle koştum terazini. Yine koyalım teraziye. Mesela bir şeyle 40 milyon boladı olmasa ben 30 milyona veremem şunu. Yine. Yine bastık mı yine? 80 bin sondan en içindeki 80 lazım. milyona basıp tutup bitenin 39 çıkıp bitenin 40 Yine. çıkıp başlayıp. Selkem yarım kilo Hava. yaptı. 30 milyona veremem. Gele versinler. Yine. Yurttaşlar götürüpsalar ku. Teraziden hem katip beredi. Kaçıp veremem teraziden. Ne için? Ağamız yıkançalık kaçıp verin hava. Halkımız yesin. Sizde bir acayip doğru vezlerim götürüpman. Bula acıdaş değil mi lan bunu? Acıdaş mı? Yine. Yani alankanın ne hususiyeti var bunun? İsterse düşüp bitmiyor mu? Yine. Bunun hususiyetini açar ne? Şimdi aytayarin. Ben bilinmem lekin. Hemmemiz bilik. Taboladan kalan bir nersi var bunun. Aha. Buna şu acıdaşını soğan etip devreklerine, can devreklerine sepseyin bir bilmem iş kalıp saklayıp dediler bu mesela bilmiyorum abi. Aa. Başka hususiyeti yok mu? Hususiyeti Ya aytayarin. Aytın. buna yumuş gerek ya. Yunus gerek. Pak bolası yani. Ha, yine. Yerlere var ya. Gap yok lekin. Ben özüm bilmirdim. Lekin bize acıdaş işletip görmeyimiz yine işini hususiyetlari bor ekan bu. Bu acıdaş bo'lsa, nodan tayyorlanadi bu? Noniki bu? Aniq bilinmay ish qilib olib keladi ammo dosadan chiqib olib kelganlar. Siqilib, siz ham bilmaysiz, men ham bilmaymiz. Yine. Axir tushuntirish kerak-ku. Xo'p, shunda bolalar ish qo'yilganlar 20 ming so'm ekan, baho qaramarmanglar. Bemalol 15 mingdan ham qaytib so'rayverasizlar. Qudrat ham xudo xolasa sizlarga arzon beradi. Ben yana chaqchuqlab, beda yo'q variantlari bo'lsa, yana to'g'ri zaruratni o'taverasizlar to'g'ri. O'tirib beraman xudo xolasa. Arzon olib beraman o'zim. Xudo xolasa. Yana go't turibsa-ku, desanglar dekallardan ham arzon olib beradilar. Gap yo'q. Gap turibdilar yurttaşlarına to'yda keldilar. Aqsamina to'y bo'ldi Aqsarada, to'ya bordik. To'ychilar keldi hamdalli. Vazirni berdik, padar ishi bilan boyib tabriklab keldik to'y bolani. Gap yo'q. Muhiddin degan kichkina mutlu ukamiz to'y bo'ldi Aqsamina Aqsarayda. Tabriklab qaytdik xudo xolasa. Bemalol kelaverasizlar. Berina dekan xatarang. Bu yon tarafdan kelsanglar yarmarkada to'g'risi. Bu yon tarafdan kelsanglar ham zdaya, ishudayna kassa patani to'g'risidan bemalol kelaverasizlar xudo xolasa. Tasa endilikda xudo xolasa go'sht mahsulotlarining narxlarini qo'llangancha bilib berish maqsadida yarmarkaga keldik. Ko'rib kuzatib boraverasizlar. Muzaffar, assalomu alaykum. Bu yoqda yana Umid og'amiz. Umid og'armi? Salomatmisiz? Necha so'm o'lchab turibsiz go'shtni? 95 ming so'mmi? Go'shtni o'lchab turibsiz seni. Sasat açmadım. Sürekli go'sht necha so'mmi? 75 ta. No go'sht bular? Öküz go'sht xudo xolasa 95 dan sotilib turibdi. Yana. Xudo xolasa bu ham arzonchilik yana. Bemalol kelaverasizlar. So'mancha so'm o'lchab turibsiz? Bizondan 127. Yağsız et ölçəsəniz, qarakəsiga etib 120 ming so'mdan bo'lar. Canları 95 ming. Go'sht baha. Yağımız 30 ming so'm. 30 ming so'mdan yağlar. Savdangiz bersin mita? Chachaman. Xo'p, yurttaşlar. Assalomu alaykum. Farruxan, siz xarman? Amasiz? 95 ming so'mdan edi. 95 ming so'mdan живой vesi 1 tonna 100 ga öküz go'sht yurttaşlar. Yine.
Go'sha qarab turaverasizlar. Umrbek aka ne deydi bu? 95'ten beri tutmuş yine. 95'ten. Gap yo'q lekin. Yaxshi aytib berasiz 95 dan bersangiz ham. Mana kattaligini qaranglar, buni gap yo'q lekin. Zo'r go'sht berdi, go'shini lekin gap yo'q. Endi ko'pchilik kommentariyada ham yozdi, necha kilo chiqdi? Ko'p odam 680, 700 dedi. Necha kilo chiqdi? Doğrusu yaşılmayman 598 kilo geldi. 598 kilo. 600 kiloga 2 kilo etmeng aldım. So'shli. Ne yapsalar o'zini kilo shunday. Yarısı yine mende, yarısı bizonga satadi. Yine. Yurtdoshlar ko'rib turibsizlar, masalan, endi qassoblar kelishib so'yadi molni, to'g'rimi? Siz 95 ming so'mdan sotib turibsiz. Buni yarısini boshqa bir qassob 110 dan sotib turibdi. Faqatgina yarmarkada bo'lgan uchun 95 ming so'mdan. Yurtdoshlar belgilangan bahada qimmat sota olmaymiz. Shu qacharni chiq bahada satsak, shu bahada sota olmaymiz. Gap yo'q. Aytdim-ku akşam. Go'sht lekin Kanarada boshqasi bo'lsa kerak. endi savol tug'iladi. Farruxa aytib ketib turibmilar. Birinchi gen 5 ta odamga 80 ming so'mdan beraman dedingiz. Berdingizmi hali? Yo'q abi. Hali bermadingiz, ha? Yine yurtdoshlar şu videomuzu görüp gesengler Farruxbek, men sen izzat keldim desenglar, şu va'da etilgan, xudo xolasa 1 tonna 100 kilogan öküz go'shtidan 95 o'lchab turibdilar-ku. Buni 80 ming so'mdan o'lchab beradilar. Faqat yana 1 kilo olsanglar, agar 2 kilo olsanglar, 1 kilosini 85 ta o'lchab berasiz. Birinchigan xudo xolasa 5 tane aytib kelgan klientingizga yurtdoshlarimizga 80 ming so'mdan berasiz go'shtni. Gap yo'q lekin yurtdoshlar xudo xolasa aytganimizda videoni birinchi bo'libina yurtdoshlarimiz ham gap turibdi. Asomat verdik 5 kilodan go'shtni 80 ming so'mdan beramiz dedik. Xudo xolasa yana tarazini ham 85 ga tushiringlar. 80 ming so'm. 1 kilo 100 bo'ldi, olaymi, durarsinmi? Bakasına pişirip al. Yine. Go'sht nechikenga? Go'sht yaxshimi? Tushib turamiz yo'q? Yo'qmi? Go'sht yomonmi? Yaxshimi go'sht? Yine. Yaxshi go'sht yine. Yaxshi aytib turibdi. Bo'lgani ishlikkina suyak solinib turibdi yine. Go'shtingizga 1 kilo go'shtingizga yine 110 ming so'mlik bo'lib turibdi, 80 ming so'mdan o'lchab turibdi. Oqshom videoni ko'rdingiz menga? 80dan. Birinchi kelgan odamlarga 80 ming so'mdan beraman dedi. Yine. Bering. Gap isboti bilan xudo xolasa birinchi odamga yetdi, qollar o'zingiz video olib qo'yasiz lekin. Xudo xolasa. Son 120 ming so'm bo'lib ketadi. Olaringmi, yaxshi aytib izi tushirma arkan duradi. Sizlar arkan durang. Qassob tushiramanmi? Sizda 80 ming so'mlikdan olasizmi yo so'matib olacakmisiz? Lekin Şunu qora yerinden ver, şunu qora yerinden. 1 kilo beraver. ne yurtdoshlar ko'pchilik aytadi, akka yerimizdan kesib bermaydi. Akka yerlaringizdan kesib beradi qassob yine. Yine. Men ham boqib o'tiribman shu moldan. Xudo xolasa. pishganini ayting, o'zim salom deng. Yine. Boqib o'tiribman uyda shundan. Temiz mol bo'lsa ayting, biz emingiz temiz mol qarab o'tmiz. Yine. Ziyoti bilan kuydet verediler de ahir. Men yine go'sht beraman, olinga voy bo'y qisqa ko'rmang. Falondan beraman dedi, siz 80 ming aytadi. so'm. Qani, yine 80 ming so'mdan o'lchab turibdi yenge. Go'shingiz yaxshi aytib berdimi? Havoydi yaxshi. Yaxshi yine. Qarang, solingan suyakni ko'rsang, bo'lgani ish suyak solindi. Yine. İnternette özüm birinchi bo'lib olaman deb niyat etdim akşam ko'rdim. Yine. Niyatingiz xolis ekan lekin. Bu Niyat ettim. Tünügün gibi üspet et ölmey kaldım. yine. Ne? 20 ming so'm qaytdi. Ulug'bek tushirganda üspet et ölmey kaldım. Yine yurtdoshlar Rahmet. 80 ming so'mdan o'sha ikkinchi odam yana 3 ta odam qoldi. Bemalol kelaverasizlar xudo xolasa. So'y, ha? Go'shtimiz lekin mumkinga masalada temiz chiqdi lekin yine. Gap yo'q. Xudo xolasa bemalol kelaverasizlar. Yarmarkada baholasa bugun nomerlarni zarring. Ha. Haqiqiy legenda. Gap yo'q. So'ladan ma'lum ekranda ko'rsatib o'tamiz. Yurtdoshlar bemalol ko'rsanglar bo'ladi yana. Yurtdoshlar xudo xolasa bugun 28-may so'yiladigan mol. Xudo xolasa ko'rib turibsizlar, buni katta lekin qarang. Gigant bu, gigant. Bo'yna qaranglar buni. Gigant. Yarmarkimizda 4 kunimizda katta yangilik bo'ladi bu xudo xolasa. Yine. Xudo xolasa yurtdoshlar so'yiladi 1 tonna 100 chiqib 1 turibdi. tonna 100 kilo jivoyvesi.
Yine. Neçe kilo göç bererken komentar yazıp koyunlar gap yok leyin. Tevekkül Xudo xolasa. Bakkan egasine alaqadar rahmat buni. Yine. Limuzin paroda limuzin paroda şu dereceye bo'yicha o'zi ozmuzlik vez ketmaydi. Neçedeniz 3,5 tonna kunjara yegan. 3,5 tonna kunjarani bir o'zi yegan. 1 yil davomida. Yine. Bakılgan resmi. Bakılgan resmi. Xudo xolasa yurtdoshlar go'sh ham zo'r yesa kerak. Temizlikine, go'shini, shirasini umuman gap bo'lish mumkin emas. Yine malni ko'ringlar. Boy. Xo'sh ray bir keyifli. O'zim ham havosim yetib turibdi, to'g'risi. Bunday mallarni baqish biz ham malxonamizda ham shunday malda o'tirish nasib etsin. Gap yo'q lekin. Xolasa yarmarkamizda ertang eng katta gigant buxani go'shi bizda bo'ladi. Farruh Qassob deb bog'lanaverasiz. Bemalol kelaverasiz yurtdoshlar. Men hozir dapada turibman, ko'rib turan bo'lsanglar. Hessan qarasa dim bo'yi katta lekin. Men bu gap yo'q lekin. Xudo xolasa ekranlarda Farruhimiz nomerlarini qo'yib qo'yamiz yurtdoshlar. To'ychilar bo'lsa 93 ming so'mdan berasiz. Bemalol bog'lanaversizlar. Qalay yeridan kesib berasiz xudo xolasa. Paramiz ko'proq bo'lsa 93 ming so'm, abishni hamishagidek 95. Gap yo'q yana. Aytgan ekanda yarmarkada bunday 400 kg mal ishim soya olmaydi. Yana. Uchun отдельный ответ 600 kg go'sht. Yana. 600 kg buqa. Ko'rib turibsizlar, yurtdoshlar, necha ketib gap yozib turib netsanglar qayta rivojlanish bo'ladi. Undan nisbatan naprinsk ketib turibdi qassoblarimiz. Gap yo'q lekin. Xolasa yarmarka tarixida birinchi. Evvel bo'lganmi 1 tonna 100 so'g'an qassoblar, bo'lganmi? Bilinmeden lekin benim malum lekin tepede Xudoga ağır geldi lekin. Bu so'rada mana qacharadi. Qacharadi. Yo'q, hang bo'lmagan yarmarkada. Bo'lganmi 1 tonna 100? Surga. Bormi? Bugun yo'qmas. Bo'lganmi, evvel bo'lganmi? Bo'lmagan. 1 tonnaga yoki so'yilmagan yurtdoshlar, xudo xolasa birinchilardan bo'lib Farruh begamiz boshlab berdi. Izi davomiy bo'lsin deymiz Farruhga. To'ychilar 93 dan beraman dedingiz. Aytib bersangiz videoni ko'rib keldim desa bo'ladi. Endi suyakli go'shtda hamisha gidi 75 ming so'm. 75 ming so'mdan. Bularmaydi. Ina. Voh. Ina. Qacharcha bu. Gap yo'q lekin. Qacharcha bu. Ina. Dahshat o'tdi. Yesangi beraveradigan yeri. Eng zo'r yerlarina go'shi, yiliki, suyaki, non choyi hamma narsasi ichida. 75 dan bularni? 75 dan. Toza uylanganlar endi uylanajaklar tavsiya. Tavsiya. Xudo xolasa gap yo'q, kelaverasizlar. Nomerlarni qoldiring. Nomer 94 451 77 11. 77 11. Hamishagidan ham yaxshatib beramiz. U negativ fikrlar bo'laradi. Unga qarab etsak, yo'lda to'xtab qolamiz. Ina yurtdoshlar, bemalol kelinglar, 95 ta o'lchatinglar, ko'ringlar, go'sht yaxshatib berami, yomonatib berami, shundan keyin bemalol o'zingiz fikrlaringizni bildirsanglar bo'ladi. Men telefonda o'tirib aytib gap yozavermanga. Prosta yenglar. Yine telefonda sefer sonra yürümeci işten hiç umuyla bir gelip görün. Endi akkurat deb söyleyecek edim. Shuni, misol uchun go'sht yakmadim, daryoning blogidan nomeri bor. Telefondagi mana shu shunday problema bo'lib turibdi deb aytinglar, muammo hal bo'ladi. Lekin o'nli narsa shuginaning bo'lma. Bo'lgan emas program. Ina yurtdoshlar, qaranglar, go'shingiz yomon bo'lsa, bemalol, ya'ni yaxshatib bermasalar jalb etib bilasiz. Boshqa yerda endi qulaylik bormi? Endi variant bormi? Yo'q. Bemalol kelib, yaxshi go'sht bor, men yaxshi go'sht ber deb talab etib olsanglar bo'ladi. Ayting endi, bundan ortiq necha sharoit men bilmayman endi. Gap yo'q. Yurtdoshlar, ekranlarda ina Farruh begamizning nomerlarini qo'yib, shuna bemalol telefon bog'lanaverasizlar, xudo xolasa. Videosini ko'ringlar, xudo xolasa, chiqadi. Boshqacha. Gap yo'q. Farruhga savdomiz bersin. Sotaman. Bu yerda umidam xudo xolasa proverkida. Ha. Bu yerda ko'rib turibdi, bu yerda turibdi. Nechik? Nazorat astingizda mana narsa? Ko'rib turibsiz. Ina. Kollar koyup qarab. O'rni begansiz xalqi. Ina. Bosqichlarni aytib berdi axirang. Qalay ahvol? Qalaysanmi? O'zi geldingiz yine buga. Ina, buqa go'shtlar yurtdoshlar bir-biridan sifatli go'sht so'yilib turibdi, ina, gap yo'q. Ina, chisti o'kiz go'shti, xudo xolasa. Bozorning ikkinchisi bu. Ikkinchisi. Ha, yani 5 mal olmadı, şunun ikincisi bu. Hali aldana yana 3 malga baqilib turibdi. Yo'q, 3 mal emas, xudo shukr 216 17 öküz bor. Xudo shukr. Biroz qachar bor. Biroz qachar bor. Endi ko'pchilik qachar olaman desa, so'yib beraverasiz. 85 ming so'mdan butunasi 85 ming so'mdan beraman. 2 kun shunda o'g'irlanib. Aha. To'g'ri, doğmanını 88 ming so'mdan beraman. Kella boshaq hammasi ichida. Zirkidan beraman sana kanaldan kelsa. Al Ömürbek, menga 40 kilo kerak. Menga 30 kilo kerak desa,
90 bin 88 bin veririz. Yine 90 bin sonuna doğman kaçanı 88'den 1 kilonun 20-30 kilo yaman emas ku. Albatta. 8 milyon bundan. Kaan öz izbede sataverasiz. Bulanı 93 milyondan verəm. 20 kilo 30 kilo aldım adamı. Yine. Bu kay görüşürüz 95'te satılıp tuttu. Köprak asanlar Bu oyuna karan bu oyuna. 93 bin sonuna. Çekela geldi bu. 241 kilo geldi. 241 kilo. Yine. Gap yok. Süyeklere bu 70 milyondan dandalları, kavurgaları bu. Kavurgalar 75 milyondan. 75'ten. Bağır yok. Bağır ucu getdi. Bu ayına təsərrüfatda da ucu 60 milyon bundan akşam telefon etib Özbekistan kolxozundan biri koydurup koydu. Yine yurttaşlar. Göstərim ona. Benim elden şimdi sakaz verseler hem bular he. 5 kilo 600 gram mesela ölçek koydu. İyi. Yine bağır. Bizden bağırlıydın. Şisti. Gap yok. Şimdi ay koyup mandolu zaten çıkalım sonra da. Ben mesela gömüyle koyayım. Dilensiz son. Dil 90 milyon. 90 bin sonuna. Ama gene ver. Arzan benim al gel Ya verseler. 30 milyondan, öykü söyledik, kaças söyledik deneyiz. 30 milyondan büyük yağı şerisini alıverseler bizden gelir. Ne melle? 97 355 14 00. 14 nönel balana verseler Ömür Bey Kassap. Ne bileyim şimdi metre şola 80 milyondan 200 milyon. 80 bin sonuna şilinmeyene. Şilinmeyene. Benim al gel verseler. Yine. Gap yok. 80 milyon. Benim al gel verseler kulaklarsa. Benden ihtiyarımız. İhtiyara lampçiniz giydi mi? Tabii şu çıkmış duraydı. Ha. Elektrik ne montörlük işlerden bilesiz. Yok hayır. Ha, özel gelemek. O şey birede de. Hazır her kime birden o şey ne koydu tuttu da. Her kime birden. Onu bolsa o kamun aksini çıkıp oladı. Yok her kim özünü dölü. Da ben 4-5 bok dölü dedim. Ha. Şimdi her kime bir ölçek özüne de verir. Stopu mesela Ömür Bey hem çöp yakıp koyar. Siz bir gün yemezsiniz Seni mümkün. gündüğüm beni gündüğüm amma bu mu dersin? Elbette. Görüşlerimiz büyük işgalat kaçar. Skalat kaçar. Ama. Yine. Doğma kaçanı gösterini Xuda kalasa 95'ten satıp tutsalar. 95 milyondan 90 milyondan beri verelim sana kesin. Lakka dip vereriz. 1 kilo bolsam 90'dan beresiz. Veremiz 90 milyondan. Görüp geldim. Açtın bu 90'dan verelim bu tamam. Şart fakat şimdi. İhtiyar ben sen 4 yıl bazardan görüp geldim ülkeye. Ma 90'dan beri artık kovan veden bağışını senden talep etip geldim desenle. Şimdi bugün kaçar akşam öküzleri erten öküzemez. Tamam kanalın açık kesinlikle 90 milyondan gitti. Öküz bolsam 90'dan beresiz. Öküz bolsam. Gepe cevap. Gepimize cevap. Gep yok yurttası. Bir mal gele verese Xuda kalasa 90 bin sonuna kessin de bolar yine. Kala yerinden kesip beresiz. Ama göçlerimiz de akşamda öküz. Bugünkü kaçar dım çıkalat. Öküz soyacak el. Lekin misal bindiyden mal kök boğandan ki ya üyünde mal yok koza ezik. Bir önikine barayıp kalap soya öğresen de. Üyünde mal kök boğandan ki bunu soyaman değil mi canım? Bu kaçar yemin dursa yazını günü özü kadar temiz malda. Temiz mal. Bunu yine bakalar kendi faydası mı? Elbette. Hava şundan gel lekin birbirinden sifet. Ne aksam 3,5 tonna küncara egen öküz soydu yine. Ferhan. Şimdi 3,5 ton neydim onu bakkan adam biledim. Bilinmez şimdi bir istik. 1 yılda yettilik. Yaman emezsen sonda. Yaman emez. O iyi de lekin bir yılda iyidir. İyi de. Hop. Toyçular açı sondan veremsin da. Toyçulara 88 milyondan barana 10 kilo dök tutamam 88. 88'den. Ama bir mal seyli olsa aytkanımız dün akşam arkadan birisi getti de ulu beken gevedi ulu geldi. Yürün geçip durmadık. Arkadan birisi getti dedi sile dedi internette çıkarıversin yine arkaya öttük 200 kilo göç gerekli 105 milyon kember. Al sen ayta öyle demez. Gahır bir ya 95 milyondan çekile gerek yürüme ayttım. Yok dedi 300 vermeyiz. Ama ayttım senin iki gözün var. Hava yakın var. O buldur az veresen de hava yürü. Özü girip durup seyledi 211 kilo geldi geçir aç soyup verdim. Yine tosa gözlerinizi eldinde soyup vererler. Gözlerinizi eldinde öküz göçü soyup vererler. Ama arka öttüm 105'tenken benim bende başkala sile çıkarıveresine internete. O verem? Tutku. Şammanlar bolsa benim al gele vereseler. Öküzlü 95. Doğmagan kaçarını 88. Doğgan bolsa 85 milyondan cevap. Yaptığımıza cevap. Kalagan vakti barıp görüp seylep aladı. Şimdi iftara arttırtıskı sen artık keseler 1 kilo bolsam 90'dan beremem de tutsuz. O 1 kilo alaman emez mesela 50 kilo alaman da kesem 90'dan beri öğrensin. 88 milyondan gitti. Göp yok. İsa lekin yurttasa. Nömele. Kıyma gerek mi? Gel şey. Nömele. 90'lık 714 06 önü çıktı yerde balana arasına. Balana arasına yurttasa. Göp yok. Devam etemiz esasında. Benden kasaplarımız var. Bakalasa Ağabek kassap yine.
Aleyküm. Abi harman. Keyfiyatli yaxshi. Chaqqamiz, vamos görünmüz-ku. Vamos günde yurtsanız. Oo, bulam psixologsiz. Tabriklaymiz. Çoçyan vurduk. Cho'chkam qurdingiz. Shundan buyon tarafi sal qarangroq ko'rinadi ekan, ay. Gap yo'q. Sen o'zi yashayapti. Ne öyle gelip yaltıraverasan lan bu sen yok deb. Ene. Akşam koydum hemen de buradan 100 so'm qarz aldım. Qo'ying, ay. Qarz olibdingiz-ku, ay. Hamma pul siladi ko'zi. Yine. Ne oluyor bu? Yemene ver gerek. Yine. Malni yurib turibsizlar-ku. Mo'l go'sht bular. Ne oldu şimdi? Razlik bir bu da halasa. Endi o'kiz o'xshatib turibdi, ko'rikkanmi o'kizmikan? Yine. Bu da Isboti halasa. bilan. O'kiz go'shti. Isboti bilan 90 ming so'mdan öküzlü go'shti. 90 ming so'mdan. Go'sht menga. To'g'riga bedayna 75 ming. Yine bu yoqda. Bu yoqda narsa? Bu yoqda to'g'riga bak go'sht. Bedan bayram. Chekila gerek. Kilo olsun da. Razlik. Gel isboti bilan görürsün. To'g'ri go'shtlar. Kovdumam netmeyinden. Şundan taşıyayım mı? Yine. Bıkın go'sht 300 yurtdoshlar. ming so'mga ettim bo'la mı? Lekin zo'r go'sht ham berdim. Bo'la mı? Buni ichidan olacak shunda. 300 ming. 85 dan o'tib. So'mdan berib turman. Yine. So'm. Üstüne samadım gördünüz ku. Bir işe de İstanbul'un bakın verdim. Bu halasa. So'm gördün ku. Yapıyor. Bize de kalbiden nerede belli var bana. To'sranchisi nasıl berasiz? Koçlar 88'den vermiş bu halasa. 88 ming so'mdan to'yib berasiz. No go'shtni Halasa alır gelse şu ikisini yap kestiler görüp. 88'den. 88'den halasa bir apartmanını görsün. Fark yok. Xudoxolasa bemalol kelaverasizlar yurtdoshlar. Bu halasa sırayla halkımıza veremiz yani. Yine. Göze kadar sırayla tuttu. Gap yo'q. Acayip bir de yağları. Oppoq yog'lar, gap Bak yo'q. yaptılar. Silah mı alamaz? Necha kilo chiqdi? Halasa 227. 227 kilo go'sht bergan xudo. Dakika göç. Nömerler. 99 18 47 47 telefada versinler. Agabek Kassab. Xudoxolasa bemalol kelaverasizlar. Bu yoqda yana Atabek ekan. Atabek harman. Sen Garol. Saqqamiz. Ha yaxshimi o'ziga? Hop. Tavuklardan yaxshimi, amal so'zingizdan. Hadi xudosh. 45 ming so'mdan buyrak moyli o'lchanib turibdi. Yine postislam olib tashlab, buyrak moyli o'zini berib turibdi. Oppoq yana. Hey rahmat. 4 tuyoq 80 ming so'm. 20 ming so'mdan tuyoqlar. Xudoxolasa. Ana 41 ming so'm, 40 ming so'm berib qo'ying. Qarazdan ham qaytib berasiz. Qaytib beraman. No go'sht bular. Öküz go'shti. O'kiz go'shti. Havo. Yurtdoshlar. Necha kilo yeydi oqsham? 241. 241 kilo gavadi go'shti buni. Yurtdoshlar 90 ming so'mdan sotib turibdi yana böyle. Çok bereden Atabek ya. 90 ming so'mdan sotib turibsiz. Çok beradi. Pazardan et gelip krem uyuyorsan vermiyorduk ya. Doğusuna etkanız yakşı. Bunu biz 5-6 miktar vereyim. Bakıp bundan 2 yıl soramız. Yurtdoshlar. Olmazsa bu özünün özü inanın deyip may baylar mıydı? Albatta. Gap yo'q. Yana afsus, sağ olsun. Bemalol kelaverasizlar xudo xolasa. Surkang nima ayt. 94 906 26 26. Balani arasizlar, xudo xolasa. Qacharchasini so'yib berasizlar? Qacharchasini so'yib berasizlar? 288 dan. Tutgan malini so'yib berasizlar. Gap yo'q. Maysana. Tamam, omoz o'tmisiz? Xudo xolasa yurtdoshlar, so'ra yangiliklar yetkazib boshda davom etamiz. Kanalimizga yangi bo'lsangiz obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Sog' salomat bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha yetkazgan vaqtlaringizga rozi bo'linglar. Videomizni shu o'rnadan ko'rgan bo'lsanglar, ko'rib o'tiribmiz deb bir laykni bosib qo'yinglar, kommentariy yurtdoshlar sizlarni xudo xolasa ko'rib o'tirangizni eshitib o'zim ham quvonaman. Bemalol kelaverasizlar. Sasatbek yana bo'lajak kassab xudo xolasa.